İslam diniga o'xshash ayollarni hurmatlaydigan, izzetlaydigan bir din asla va asla yo'q. Va shundaqla islom jamiyatidek, haqiqiy islom jamiyatidek ayollarning o'rnini yuqori ko'taradigan, uni himoya qiladigan, muhofaza qiladigan bir jamiyat hech yerdan tepilmaydi. Masalan, feminizm deymiz va shunga o'xshagan har qanday bir harakatlar bir tarafdan ayollarning huquqini qo'g'daganda qilgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan ularni mol-mulkning o'rniga o'xshash ishlatadigan yerlarmi yo'q emas. Ammo islom diniga qarab bakadigan bo'lsak, islom dinimiz ayollarning, ya'ni onalarimizning tapın ostiga jannatni qo'ydi. Bir odam onasini norozi qiladi ekan, u odam jannatga kirolmaydi. Qizi va odam shu qiz sababli qizni yaxshi tarbiyalasa, o odam jannat ahlidan bo'la oladi. Bir er kishi ayoliga muloyim bo'lsa, oilaga kuyunsa, o er kishining iymoninki mukammal bo'lganligining bir alomati deb o'rgatgan bizga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Bunun boshqa islom tarixiga qarab bakadigan bo'lsak, bir ayolning iffati, izzati uchun islom davlati uni qutuldirish uchun qo'shin tortgan. Islom jamiyatida ayollarning har bir huquqi alohida qo'g'dalgan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashig'iga bir ayol sahobi o'zininki yoqtirmaydigan bir odamga yatiq qilinganligini shikoyat qilib keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o ayolning huquqini qo'g'dab, o ayolning nikohini bekor qilgan. Demek İslam dinimizdeki ayollarning har jihatda huquqini qo'g'dagan bir din, bir jamiyat, bir tuzilma hech yer yo'q.